Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, aka-uka, opa-singillar, kimda kim shunaqa komfortli, hamma sharoitiga ega avtobuslarda ketishis tagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Bizda pryamoy reyslar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. Assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerdansiz akam? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Avtobusga keldingiz mana. Telefonda gaplashilgan gap bo'ldimi? Yaxshi, xudo shukr. Oshiqcha rasxod pul ber, so'mkaga pul ber, bunaqa bo'lmadimi? Bunaqa narsa bo'ldi. Tavsiya qilasizmi yurtdoshlarga? Yaxshi, sharoit Ishonchlimi ekan? Ishonchlimi ekan? Xudo hozir yuramiz. Ketadiganlar bo'lsa, marhamat, tavsiya qilamiz. Gap yo'q ekan. Bemalol mana sharoitlar yaxshi. Keldinglar, ishonib, ishonchlimi ekan aka? Ishonchli, xudo shukr. Avtobus ichki holatlari, tam kengliklari yaxshimi? Normalmi bo'ladi? Bo'ldi, akam, oq yo'l yaxshi aytib oling aka. Rahmat sizlarga. Xo'p. Sog' bo'linglar aka-ukalar, salomat bo'linglar akalar, mana kelib ketishdi mana. Harakatli. Like, podpiska aka-ukalar.